Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ina Urganch yangi bozorga geldik. 10 gün oldin zakaz beradilar. Akrildan tayyorladik. Svetli kuxni bo'ldi. Ajoyib. Stollari iranskiy. Asan kuloblari vakuum o'z tortib ketadi. Svetlatib tayyorladik. Gazi o'ymayatib berdilar, o'ymayatib berdik. Asan ina bu tortmasının içinde shunday qashqo'danlari bo'ladi. Keyin tavaqlardan vecləri həmmə əcaib, xuda xalasa bemalol zakaz beraverasizlar. Kuxunli mebel, to'y mebel, uголок divan, kafe bar hammasidan ishlab beramiz. Bemalol zakaz beraverasizlar. Kuxni akrildan tayyorlandi, stollari rossiyskiy bo'ldi. Keyin yana nima aytamiz? Svetli kuxni, svetini ochib o'chirib beradi, 3 xil bo'lib beradi. Yine. Xudo xolasa bemalol zakaz beraverasizlar. Ajoyib etib, qo'llangancha zo'rab tayyorlab beramiz. Brat, necha kuningiz o'nadimi? Yo'q. Esa video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarimiz ham yetib boradi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ina yumshoq mebel bir xonadonimizda zaxlasida 2 dona yumshoq mebel, kuxunli mebel avvalroq uzatib berdik, 2 dona uголок divan yana taxlab berdik. Ro'zimbaga mebel yoqdimi sizga? Sog' bo'lasiz. Yana bu yoqdagi uголокimiz ham ko'rsatamiz. Kichkina oshxona bo'ladan atib yasab berdilar. Hozir yine evvelrak kuxun yapıp verdik. Keyin yine kuxuna uголокam buyurdular. 3 tane mebel yapıp verdik. Neçe mebel gerek olan bolsa, xudo xolasa zakaz beraverasizlar. Uголок divan, kuxunli mebel, to'y mebel, hamma mebeldan tayyorlab beramiz. Zakaznoy. Bazarda dükkanlarımız var. 34-38 dükkan. Xudo xolasa zakaz beraverasizlar. Necha mebel gerek olsa, xudo xolasa zo'r etib tayyorlab beramiz. Asa Ro'zimbaga sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi ustan o'tganimiz qo'shko'pira bo'ldi. Mebelni ko'rsatamiz. Mebeldan boshqacha olib chiqdi. Oxirgi funksiyadan mo'ka qo'yib berdik. Quloblari yaxshisidan qo'ydi. Ko'rsatib o'ting. Qashq qo'yadigan mexanizmlar do'pchik yaxshi o'zi tortib ketadi. Sifati yaxshi. Sifatini garda qo'yib beramiz. Mebelimiz ko'ngilingizga o'rnadimi aka? Yaxshi, rahmat, zo'r. Ajoyib. Yaxshi uyda ishlating, sog' bo'lasiz. Rahmat, sizlarga sog' bo'linglar. Esa yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Necha mebel gerek bo'ladigan bo'lsa, kuxunli mebel, to'y mebel, uголок divan, kafe bar hammasidan ishlab beramiz. Esa hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Necha mebel gerek bo'ladigan bo'lsa zakaz beraverasizlar. Sog' bo'ling.